Novoy akalarda ham kundan kunga ishlari yengillashyapti. Ko'rib turganlaringdek, soatiga 600 tadan 800 tagacha non yasab beradigan apparatni ustida turibmiz. Ko'rib turganlaringdek, juda qulay holatda ishlangan, ixchamgina, osti toklarida ham katta rasxod qilmaydi. 220 tokda ishlaydi. Bitta kompressor, bitta apparatni olasiz, bo'ldi. Shu bilan soatiga 600 dan 800 tagacha O'zbekistonda 12 ta viloyatini nonlarni yasab berilaveradi ekan. Ko'rib turganlaringdek, o'ta chiroyli holatda. Juda ko'p viloyatlarda bu nondan ham yasaladi. Bu nonni hamma viloyatda har xil nomlanadi. Bizda buni ramashka deyiladi. Yana sizda nima deb nomlanadi? Buni ham kommentariyga yozib ketinglar. Chiroyli holatda mana chiqaryapti. Hozir akamiz bitta o'zi bo'lgani uchun bu yoqdan legrovkasini pasaytib qo'yilgan. Buni yana kuchaytirsangiz bo'ladi. Tezlatib, sekinlashtirib ishlataveradi. Sabab bitta regulyatori bor. Regulyatorda xohlaganingizni moslab olsangiz bo'ladi. Mana akamiz bu yoqda olib chiqishyapti, harakat qilishyapti. Ba'da qoliplari hozir paytda endi oddiydan, qirqmadan va ramashkadan qo'yib qo'yildi. Siz istagan holatdagi qoliplar bor. Bemalol ekrandagi telefon nomerlariga bog'lansangiz, istalgan qolipingizni qilib berishib, chiroyli qilib yetkazib, olib borib o'rnatib berishadi. Bitta apparatning narxi mana shu turishda holatda, mana shu holati $550. Kompressordan tashqari. Kompressor bilan bo'ladigan bo'lsa, kompressoriga $100, $150, $200 atrofida pul qo'shiladi. Bu degani $600, $650, $700 atrofida sizga komplekt holatda bo'ladi. Endi bu akalarimizda non operatsiya degan akalarimiz o'zlarida kompressor desangiz kompressor bilan, apparat o'z desangiz apparat o'zi bilan olib borib berish xizmati ham bor ekan. Qisqa qilib aytganda mana shu apparat turishi bitta chekich qolib, mana shu holati $550 dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi.